O'zbekistondan kelgan Saturn bilan qaysi ish edi? Dunyoni 3 ta narsa ikkiga bo'lgan. Habib Makgregor, keyin Real Barsa, Mercedes BMW, Saturn Makgregor. O'zingizcha bilib qo'y deganda bitta niyat qilsam, ham Surxondaryo, Qashqadaryo udalardan beriladi, tushib bo'ldi, tamom. Yana qo'rqyapman, borga. Do'stlar, biz hozir Sankt-Peterburg shahriga kelganmiz. Buning sababi Ars Dental klinikasining yangi filiali ochildi. nima xizmatlar bor aka? Assalomu alaykum. Bu filialimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Metro Azirki, улица Skersa 7, korpus 2. Не только терапия, не только многопрофильный, bu yerda stomatologiya ham bor. O'shaning uchun terapiya bo'yicha, kardiologiya bo'yicha, dermatologiya bo'yicha, детский pediatr, nevrologiya, urologiya, ginekologiya, dnevной стационар, hijama, fizioterapiya, zuluk hammasi bor. Sunnat ham qilasizlarmi? Sunnat ham bor. O'zim shu yerdaman. Aha. O'zim shu yerdaman. Shu kabinetda stomatolog priyomni qabul qilaman. Agarda siz Sho'xrob akani o'zlaridan maslahat olmoqchi bo'lsangiz, qandaydir sekretni gaplaring bo'lsa, bemalol mana shu adresga kelaverasizlar. Har kun soat nechidan aka? Ertalab 10 dan kechki 8 gacha shu yerdaman. Shu. Rejim rabota bor, telefon raqam bor, qo'ng'iroq qilinglar, maslahat olinglar. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Sankt-Peterburg shahridagi eng katta klinikalardan bittasi. Sho'xrob Sheraliyevich. Rahmat. Tabriklaymiz aka. Gazini bosing, morro bo'lsin. Da. Rahmat. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Gaziga bosamiz. Shunaqa. O'ziga o'rgashdik. Başta kelib qoldik Rustam Rahmonovning uyiga, dachasiga. Yo'l uzoqligi bilingan yo'q, chunki suhbatimiz juda ham quyuq bo'ldi. Rustam Rahmonov, Men dacha emas, bu постоянно shu yerda yashamoqchiman. постоянныйga. Ha, постоянныйga. O'shalardan shu Katdan 30 kilometrda Yampijora degan rayon, Fyodorovskiy. Menga yo'qdi. Oldim. Endi buni purib bitirishim kerak. To'la bo'lsin. Bad ishida bag'at yaxshi kunlar bo'lsin. Eng menga yoqqan narsasi bu yerga 6-7 ta mashinani bemalol qo'ysa bo'ladi, dvorni ichiga. Ya mana hozir qarang, mana navigator 10 minut ko'rsatyapti, Aha. lekin yo'l mana shunday chotkada hali. Ha, yo'ldan kirib boramiz. Shunday. Mana shu asfalt tugul. Asfalt bilan birga uyga kirib boramiz. Mana o'sha tarafi yo'qdi-da. Samidan men o'zim xohlagan uy, qisqadan ham uy bo'lsa bo'lardi. Nima endi bu baribir Bu kirpich ha? da gazobeton и monolit. Noz ko'rasiz, fikringizni aytasiz. Joy bo'lsa qo'shni bo'lamiz, обязательно qo'shni bo'lamiz. Eng poliyalar. Endi maqsad bunda shu uyda kuchukcha, pishakcha, ana shunaqalarda, tushunasiz? Na? Bolachalar yugurib yursa, o'z kechasi soat 10 bo'lsa, sirazi bolalarga yugurma. Pastay qo'shni unaqa bo'ladi. Kvartirada men yashab shuni tushundimki, pol bilan patolog sizniki emas ekan. Polga birorta bir dag'at-dag'ur yugursangiz, biror narsa qilsangiz, pastagini patologi nima? A patolog sizniki emas ekan, tepadan zadapit qilsa birortasi suv tortiraversa, keladi-da sizga yetcha oqib keladi. Bu yerda 3 quduq degan kafe bor. O'zimizniklarmi? Bilmasam endi. Shu qabriston joyimizdan bo'lgan. Uzoq emas, 7 minut bergacha. Ber mana bu sentr bu. Ha, bu sentr o'zi. Ha, bu ana MFC, PMFC nimalar bor joy mana shu yer. Sizda hozir bu yerda svet bor. Gaz yo'q. Yo'q, gaz kelgan, ulash kerak-da. Endi gazni ham ulab bersak. Yo'q, gaz bor-da, demak. Bor endi. Kelgan 20 Uyga подключение qilmagan. kerak-da. Ha, yurilibdi. Nima? Значит, gaz bor ekan. Majida shunday burilib kiramiz hozir. Ha, mana shu yerga kiramiz. Mahallaga. Mana daryo. Ko'ryapsiz? Ha. Rodani. Daryo, uylar, mana daryoni bo'yida. O, buning chotki brat. Hozir ko'rasiz ichakini. Короче, hozir uyni ko'ryapmiz. Uy yoqdi. Prямо от души. Rustam Rahmonov. Ha. Uylar qulluq bo'lsin. Rahmat, brat. Bizga ham bo'lsin. Обязательно. Yaxshi niyatda hammasi. Da. Shahardan uzoq emas. Yo'q. Praktически hamma narsasi mana tayyor. Faqat endi ishga Toplanib 80 ming, 90 ming dollar ketadi.
Da. Lekin uy michta bo'ladi-da. Bu endi sizga dacha emas ekan, men yo'l dacha deb kiryapman. Yo'q. Uy, polnotsay yashayman shu yerda. Tepaga ofis qilib olasiz. Ofis qilaman. Shu yerdan aloqada onlayn ishlayman. Ko'pchilik aytadi-da, kuxnyani unday qilish kerak, kuxnyani katta qilish kerak. Maksimalli katta qilish kerak. Chunki любой ayolni orzu-havasi kuxnya. Haligi qozon, tovoqlarim bo'lsa dedi, har xil haligi apparaturalari bor-ku o'zlarining. Ana shunaqalar hammasi ichiga kirish kerak-da. Korоче, mahalladan chiqdik. Ko'p narsani olishga imkoniyat bo'lmadi. Rustam Rahmonov. Yo'q. Menga yoqdi. Hammasi yoqdi. Yoqdimi? Da. Mana qarang, hozir sentrga ketyapmiz. 1 soat 10 minut. Pol номер 1. Mayasenka 8. Biz uchun spetsialniy shu maydacha samsachalarni zakaz qilganmiz. Biz yaqiniga ketyapmiz-ku. Yaqiniga? Yaqiniga ketyapmiz. Короче, ketdik. Samsaga keldik, samsaga. O'sha zakaznoy samsa dedik-ku. O'ziga yarasha ta'mi bor. Albatta kelish kerak. Yeb ko'rish kerak. Noni ham mazali. Shitola go'sht. Bilmadim. Sankt-Peterburgda bunaqa samsa yo'q. Точно. Men yemaganman o'sha. Mahsulot hammasi bir xil bo'lsa ham, razmerda gap ekanda. Gap razmerda ekan. Shu bir xil mahsulotning bitta narsa bo'lsa, точно bu razmerda gap. Gapiring. Bu o'zga kallam qiyshatirdimi? Qiyshayapti-ku menga. Tayza? Mo'g'arazam bilan. Shug'ullanasizmi bunday qilib? Yo'q, anglashmaymiz. Tayza bu bir zalga olib borishimiz kerak ekan. Qara, kallas qiyshayajim bor-ku. Men bo'ynimni yaxshilaygan buni bo'yin. Qarada, qarada. Odam ko'sa qolayapti. Siz o'raganingizga. Hammaga xayrli kun. Bugungi kunimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. Hozir mehmonlarimiz kelgan. Saturn. Assalomu alaykum, butun planeta. Jonlaring sog'mi? Kelsalar Peterga. Orqada Tyson. Suv kabi bo'ling, suv kabi. Tyson Moskvadan. Turmuslar, yaxshimizlar, o'tirgan kichkina ko'rinyapmanmi? Gazni bosinglar. Xush kelibsizlar. Avvalambor. Peterda bo'lganmisiz oldin? Peter kecha birinchi marta kelishmagan. Hali razvod mastovga chiqmadilar ekan, most ochilishlari. Yo'q. Hali bilmaymiz bunday bir. Maylandim zo'ragan. Mamnun. Yo'qmi? Amos ko'tarilishlari. Kinoda ko'rganman. Maza qildim bor, vaqti bor. Короче, kinoda ko'rganlaringizni joy ko'ryapsiz. Joy ko'raman, multik shahar ekan bor. Men ko'zimni ham ishonmay baharga ertalab turib o'zim shapaloq qilib beryapman, aylantirib. Assalomu alaykum. Siz ko'rdingiz, shu ham taniyapti. Aytdi-da, menga tintaga salom bermaz, yo bir narsa qilaman dedi. Shuncha tinchgina qutulib qo'ya qolay. Ko'rdilaring Mers kuchini? O'zlaringiz bo'laveringizlar, bilmachilar. Siz ham demak Merska-da? Albatta. Dunyoni 3 ta narsa ikkiga bo'lgan. Habib Makgregor, keyin Real Barsa, Mers BMW, Saturn Makgregor. Bo'ldi, o'sha. Tyson qolib ketdi-ku. Tyson Впереди камера. Siz bemi? yerdan bo'lib oldik. Mana qamoqxona. Buni bir kosanga Qashqadaryoga olib borish kerak-da, Tirxan-Savildagi zonaga. Keyin Ijodlar qanday bo'lyapti, ijodlar? Ijod cho'tka bo'lyapti, qonun chiqdi, zo'r qonun. Dilshod bo'lsa, dilshoda bo'lishingiz mumkin ekan. Siz ham tasdiqlaysizmi? Shunaqa narsalar? O'zim osib taylayman aka. Albatta, hazil. Hamma o'z yo'liga, lekin biz ham mujik bo'lib tug'ildik, mujik bo'lib o'lamiz, xudo xolisa inshaalloh. Bizlarga ayol sifat qiliqdan ko'ra ochlik afzal, o'lim afzal. Ana O'zbekiston bayrami oldingizmi? Aka. Bittaga o'tirataylik Peterlardan. Nimaga olmaymiz aka? Nimaga? Meniki O'zbekiston bayrog'i doim bizning yonimizda. Hech kim ishonmaydi. Qayerlarga buni olib chiqish niyati endi? Xudo xohlasa. Hamma joyga men bunday qilyapmanki. Bu bilyapsizmi, qanchalik g'ururli, qanchalik bu Sankt-Peterburg shahrida, Mersda
O'zbekiston bayrog'ini O'zingizcha bilib qo'y deganda bittani yeto qilsam, ham Surxondaryo, Qashqadaryo o'dalardan beriladi, tushib bo'ldi, tamom. Yozilib bo'lsam, xullas karom do'stlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Xullas, YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalida hali o'zlarini shunaqangi Alolarimiz chiqadi, zapallarimiz. Ko'rmagan narsalar YouTube'da ko'rib borasizlar, ko'zlarni ochib beramiz. chiroyli bor. Ya, qizlarga qaramang. Yerga qaraylikmi? Sizdan qo'rqyapman, borka. Ya, Kemal qonun chiqqandan keyin sizdan o'zgardi. Ya, Kobil. hozir o'zbek nomer bo'ladi o'sha yer. Qani? Biz keldik. Xush kelibsiz Arsenal ligasiga. Bu YouTube uchun kontent. O'zimda bir 4 tagina obunachim bor. O'sha yerga olyapmiz. 4 tagina obunachingiz nasib bo'lsa million bo'lsin aka. Aslida inshaalloh bo'ladi ham. Sizni klinika bilan ozgina sepib tanishtiray. Chunki siz Moskvada va ishlash niyat bor. Har bitta kabinetda stomatologik kreslo. Bu rengen, pretselni mana shu joyda o'zida rengen qilib ko'radi. Yotgan paytingiz ortopedический matras. Kerak bo'lsa massajdan qo'shib beradi. Yuqorida xohlagan kinoingizni, serialingizni ko'rsangiz bo'ladi. Kinolardan. Meditsina shunday narsada, bu tozalikni xohlaydi. Hamma joyda ko'ryapsiz. Har bitta instrumentlar patrasini shkafda saqlanadi. Chunki stomatologiyada ko'p kasalliklar yuqishi mumkin. O'shaning uchun tozalik bu yerda birinchi o'rinda. Nasib bo'lsa aka, tish ham qo'yib berasiz. Chiroyli qilib mana bu yerda. Bu yerda bitta to'la tishlarim bor, tish qolgan bo'ldi. Vobshe muammo yo'q. Nima dedi? Ya'ni faqat bu yerda tish doktor emas, massaj sazishlaringiz ham bor ekan, boshqa narsalar aytib o'tdingiz, to'g'risi. Massaj deysizmi, hijama deysizmi, terapevt deysizmi, kardiolog deysizmi, ginekolog deysizmi, urolog deysizmi, xirurg, travmatolog, обрезание, короче, hammasi bor. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Просто aka respekt. Kelaverasizlar do'stlar, kimga agar tish qo'ydirmoqchi bo'lsa, massaj olmoqchi bo'lsanglar, boshqa narsa qildirmoqchi bo'lsanglar, mana akam o'zi aloqaga chiqib, o'zlarini chopga qilib, mo'shna qilib, qaysi tog'alaringga kerak bo'lsa, normalni qarab, o'z hadishga qilib, yordam qilishadi. Musofirchilikda yuribsizda, reklama emas. Musofirda yurgan insonlarni o'zi tushunadi. Ilohim, ular kasal bo'lmasin. Bu klinika imенно o'sha kasal bo'lsin deb ochilmagan. Meni o'zim O'zbekistondan. Bu klinikani ochilish maqsadi mana shu immigrant yurgan insonlarga maksimal darajada yordam qilish. Undan tashqari har oyda bir marta bepul xizmat ko'rsatadigan. Avvalsha yuzimizda musulmon xalqiga, o'zbek, tojik, qirg'iz xalqiga bir oyda bir marta ves klinikamiz bo'yicha bepul xizmat. Chunki sizni men nima uchun so'radim? Siz musofirchilikda qanday his qilyapsiz? Shunday. Chunki birov pulni olmaydi, birov oyligini kutib yashaydi, birov qiyin ahvolda yashaydi. O'shaning uchun mana shu klinikaning maqsadi chetda yurgan insonlarni bir oyda hech bo'lmasa bir marta tekshirib ko'rish. Bo'lish kerak. Agar masalan to'g'risi xursand bo'ldim aka, masalan bizning xalqimiz uchun, o'zimiz uchun masalan shuncha insonlar uchun qayg'urib ishlayapsiz, to'g'risi agar jonlaringiz omon bo'lsin. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, hozir nasib zamon tishlarini davolatgani, chiroyli qilib, oq qilib, yaltillatgani keldim, tilla tishdan qo'ydirgan. Nasib akaga pardishkani qilib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Aka просто bizimiz uchun ishlayapti mana. Biz xalqning xizmatida do'stlar. Xalqning xizmatida bo'lgan bo'lsa, Alloh nazaridan qolmaydi do'stlar. Pardishkani bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Klinikani hammalar qiladi. Полностью уже jarangimizni hammani syomka qiladi-yu, keyin подслойni ko'ramiz. Qayerda nima bor, hamma chiqarib bersa, kasalni ko'rsatadi. Suyak qalinligi, oblastdagi qanday holatda joylashganligi, bu kallani tekshiruv qiladi. Yazaliga o'xshab Qaz katta bersanmi? bor yo'q 7 million turadi. 7 yil bir qamoqda o'tkazmasin. Yaxshi, bir qiz topsak edi. Nima qilyapti? Chevosh qiladi. Eshitganmiz, ochganmiz desak, gapirmoq qiladi. Qo'ygan. O'sha video olib kim ishlab beraman? Video qanday qilamiz? Video tashlab qilamiz. Bilan ichkarida Ya, tashqarida gaplashib, ichkarida olamiz-da. Tashqarida olamiz, bo'lmasa. tish qo'ygachimgan hozir. Video qilishga bo'lmaydi. Bak. Mashinada kelamiz-ku, Mersda. Men mana 05 kadrda qo'yamda. Ikkalamiz kelamiz. Ben shunday kelib tushadi. O'shdan buni meniki mashina oldik deb pol gapiramiz. Nima bo'lsa bo'ladi. Nima qilamiz-da? Mashina oldik deymiz, endi bitta chinda o'lataylik, ketib chiqib qo'yamiz. Nima? Tilla qo'yamiz. Chesta tilla qo'yamiz. Misol ko'ramiz, o'rim bilan bosarib yetgan. Kimlar olsa. Telefonni tish qo'yaman. Bu yerda biroydan kelganda tururlar.
Yechib qo'yiladigan ish. Yechib. Haqiqatdan ham mana shu oldiniga keyin qachon xohlaysizku yechib qo'yadigan ish qo'ymadimi? Bu. Agar birovlar buni kompyuterga yozsa, shuni yechib qo'ydim bu deydi. Ketishga qarang. Ulan salom. Assalomu alaykum. Men sizni kaltini oling. Ne kaltini mi? Video kanalida kaltini. O'zi borki eng yomon ko'rganimizda ne qilamizda? De kelamiz. Просто ozgina yurib kelamiz toshda. Odam zerikdi, chisizlikdan ham ketib qo'ydiramiz dedi yo. Na, doktorxonaga qayerdan topsa degan vaqtda bu oyda mana keldi deydi, har doim keladi. Qaysan? Aytasan. Mana keldi deysan. Ketdi tavakkal deysan. Kirayli qaniysan, shunday kirib ketasan. Bizlar pichak bitdimi deb. Kettiraydigan bola makonga boramiz. O'zbekistondan kelgan kimdir bor? O'zbekistondan kelgan Saturn bilan qaysi ishlar? Syomkasini qilyapmiz. Ya, mana tushdi. Mana. To'g'ri. Hayır sanma. Mana qolmadi. Arkadaşlar para atırız. Bunları yapmış ki. Zaten ne kelamiz dedi. Ne qo'yamiz dedi. Ishtildi qonami deymiz. Ha dedi. Karoz deymiz. Tillatish kerak. Tillatish kerakimizda keyin onalar ne ko'rsataveramiz. Shunday burilamiz qayda. Shunday burilamiz, eshikdan bu yoqda kadr olamiz. Assalomu alaykum. Tirik jon borga kasallik bor. Do'stlar, musofirdagilar, mening quloqlarimdan yaxshilab eshitinglar. Og'rimagan jonda o'zi yo'q. Musofirda turibsizlar, tanalaring og'riyapti. Bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga yordam beraylik. Akam qo'lidan nimalar kelishini tushuntiramiz. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Arsenal klinikasida не только stomatologiya, terapiya, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, travmatologiya, plastik xirurgiya, pediatriya bo'limlarimiz bor. Undan tashqari massaj deysizmi, hijama deysizmi, laboratoriyalar, KT, MRT hamma analizlarimiz bor. Do'stlar, mana bugun keldim akalar to'g'risi shunchadan bir anchadan beri hech kim ishlamay yurdi meni to'g'risi mana aka bor ishlab oldi. Majburlar to'g'risi kirmayman desam majburlar kiritdi mana. Tishni qo'ydiraman senga deb. Nasib qilsa do'stlar bugun akaga ko'rsatdim, davolatib bir ikkita narsalar tanlang do'stlar. Nasib qilsa yana serialda kutib ko'rsanglar inshaalloh yangisi bomba bo'lib chiqadi do'stlar. Tayson tog'alarki hech kim tishida gapira olmaydi. Tishni olib chiqaradi do'stlar. Badishga bosinglar. Agar bilimsiz ayting, xo'p? Hozir chiskalar qildi, gigiyenalar ishlayapmiz. Bundan keyin esa aytganimdagi lecheniyalar, keyin esa xirurgiya, keyin esa yana lecheniyalar, keyin esa tish qo'yish. Faqat o'sha oldindagi tishni qoldiramiz deymiz. Nasib bo'lsa kuzatib boraveringlar. Tayson tishlarini xalos qilasizlar. Sizlar kirganda.